Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlar, yosh katta ota-onalarimiz, nafaqa oluvchilar va umuman pasporti eski bo'lgan barcha fuqarolar uchun pasport almashtirish masalasini tushunarli qilib aytib beraman. Kimlar ID kartaga o'tadi, kimlar hozir shoshilish kerak, kimlar biroz kutsa ham bo'ladi. Qaysi holatda muammo chiqadi? Bank, pensiya, subsidiya, meros, notarius va shifoxona ishlarida pasport masalasi qanday ta'sir qiladi? Bularning barchasini aniq misollar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki oddiygina pasportim bor-ku degan o'y bilan yurib, keyin pensiya kartasini almashtirishda, bankdan pul yechishda, notariusda hujjat rasmiylashtirishda yoki chetga chiqishda qiyinchilikka duch kelish mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday muhim davlat xizmatlari, pensiya, hujjat va ijtimoiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilikda eski namunadagi pasport bo'lgan, keyin biometrik pasportlar joriy qilindi. Fuqaro asosiy shaxsini tasdiqlovchi hujjat sifatida pasportdan foydalandi. Banka bordi, pasport, notariusga bordi, pasport. Pensiya olishda pasport, shifoxonada, kommunal xizmatlarda, soliqda, kadastrda hamma joyda pasport talab qilindi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich ID karta formatiga o'tdi. ID karta bu ishga foydalanish uchun, ya'ni O'zbekiston hududida shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat. U plastik karta ko'rinishida bo'ladi. Unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari va elektron ma'lumotlar saqlanadi. Oddiy qilib aytsam, ID karta ishki pasport vazifasini bajaradi. Chet elga chiqish uchun esa alohida biometrik xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Bu ikki hujjatni aralashtirib yubormaslik kerak. Eng ko'p beriladigan savol: pensionerlar ham majburan ID kartaga o'tadimi? Men buni shunday tushuntiraman. Agar fuqaroning pasporti amal qilish muddati tugagan bo'lsa, yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, familiya ism o'zgargan bo'lsa, ma'lumotlarda xato bo'lsa yoki qonunda belgilangan boshqa sabablar bo'lsa, hujjatni almashtirish kerak bo'ladi. Hozirgi amaliyotda yangi ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta beriladi. Ya'ni odam menga yana eski ko'rinishdagi pasport bering deb tanlay olmaydi. Yangi rasmiylashtirishda odatda ID karta olinadi. Lekin bu degani bugunoq barcha pensionerlar yugurib borib almashtirsin degani emas. Muhimi sizning hozirgi hujjatingizning amal qilish muddati, holati va ma'lumotlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini tekshirish. Agar hujjat amalda bo'lsa va davlat organlari uni qabul qilayotgan bo'lsa, vahmaga tushish shart emas. Ammo muddati tugagan yoki tugash arafasida bo'lsa, oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Birinchi navbatda pasportining amal qilish muddati tugagan yoki yaqin oylar ichida tugaydigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, Oltin Takkaz yoshli bir fuqaroning pasportida amal qilish muddati 2025 yil sentabrda tugaydi. U kishi hali vaqt bor deb yuradi. Ammo avgust oyida bank kartasini yangilash kerak bo'lib qoladi. Bank xodimi pasport muddati yaqin tugayotganini ko'rib, ayrim operatsiyalarda qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Agar pensiya kartasi omonat, kredit, notarius yoki meros ishi bo'lsa, hujjat muddati juda muhim. Shuning uchun men odatda pasport muddati tugashidan 1-2 oy oldin emas, kamida 3-6 oy oldin vaziyatni tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Ikkinchi guruh: pasporti eskirgan, yirtilgan, sahifalari shikastlangan, rasmi o'xshamay qolgan, muhr yoki yozuvlari o'chib ketgan fuqarolar. Ko'pchilik pensionerlar pasportni 10 yillar davomida ehtiyot qilib saqlagan bo'ladi, lekin baribir vaqt o'tishi bilan hujjat eskiradi. Masalan, 72 yoshli onaxon bankka boradi. Pasportining ichki sayfasi ajralib ketgan, rasmi xira. Bank xavfsizlik talabiga ko'ra hujjatingiz yaroqsiz holatda, yangilang deyishi mumkin. Bu bankning injiqligi emas, ular shaxsni aniq identifikatsiya qilishi shart. Shunday holatlarda ID karta olish muammoni hal qiladi. Uchinchi guruh: familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi yoki boshqa ma'lumotlarda farq bor fuqarolar. Bu ayniqsa yoshi katta odamlar orasida ko'p uchraydi. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasida muhabbat, pasportda muhabbat, pensiya bazasida esa muhabbat deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki otasining ismi bir hujjatda Abdullayevna, boshqasida Abdulla qizi shaklida turadi. Oddiy ko'ringan bitta harf farq ham notariusda, merosda, bankda, kadastrda katta muammo tug'diradi. ID karta olish jarayonida ma'lumotlarni tekshirtirib, xatolarni oldindan to'g'rilash muhim. 4-guruh: doimiy yashash joyi, propiska, yashash manzili bilan bog'liq muammosi borlar. Bugungi kunda ko'p xizmatlar elektron bazalar orqali tekshiriladi.
Agar fuqaro bir joyda yashasa, hujjatda boshqa manzil tursa, bazada esa 3-manzil chiqsa, ayrim xizmatlarda savollar paydo bo'ladi. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida qizi bilan yashaydi, lekin doimiy ro'yxati Qashqadaryoda qolgan. U subsidiya tibbiy xizmat, bank yoki notarial harakat uchun murojaat qilganda manzil ma'lumotlari ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat almashtirishdan oldin manzil masalasini ham aniqlashtirib olish kerak. 5-guruh chetga chiqishni rejalashtirayotgan pensionerlar. Bu yerda juda muhim farq bor. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlaydi. Lekin chet elga chiqish uchun xorijga chiqish biometrik pasporti talab qilinadi. Masalan, 5 yoshli otaxon farzandining oldiga Rossiya yoki Turkiyaga bormoqchi. U ID karta oldim, endi shu bilan uchaman deb o'ylashi mumkin. Yo'q, ayrim qo'shni davlatlar bilan alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin umumiy qoida shuki, xalqaro safar uchun xorijga chiqish pasporti alohida rasmiylashtiriladi. Shuning uchun safardan oldin chiptani olishdan avval hujjatlaringizni tekshiring. Agar sizning pasportingiz amalda bo'lsa, muddat tugamagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, rasmingiz aniq bo'lsa, hujjat yaroqli holatda bo'lsa va kundalik xizmatlarda muammo bo'lmayotgan bo'lsa, shoshilib navbatga turish shart emas. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki ko'pchilik muddati bor deb o'ylaydi. Keyin qarasa, pasportning amal qilish sanasi allaqachon tugagan bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta insonlar hujjat sanasini tez-tez ko'rib yurmaydi. Masalan, 7000 yoshli kishi har oy pensiyasini bank kartadan oladi. Unga hech kim pasport so'ramaydi, chunki karta ishlayapti. Lekin bir kuni karta yo'qoladi yoki muddati tugaydi. Yangi karta chiqarish uchun bankka boradi. Bank pasportni tekshiradi va muddati tugaganini aytadi. Natijada avval ID karta olishi kerak, keyin bank kartasini tiklaydi. Bu esa bir necha kun yoki ko'proq vaqt olishi mumkin. Shuning uchun hujjat masalasini muammo chiqmasdan oldin hal qilish foydali. Yana bir misol, onaxon hovlisini farzandlariga rasmiylashtirmoqchi. Notariusga borishadi. Notarius pasportni ko'radi. Undagi familiya kadastr hujjatidagi familiyadan farq qiladi. Bitta harf boshqa. Endi oldin ma'lumotni to'g'rilash, ehtimol FHDYO yoki tegishli idoralardan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Agar bu ishlar oldindan qilinganida, notariusdagi jarayon ancha yengil kechardi. Asosiy o'zgarish shundaki, ichki shaxsni tasdiqlash tizimi qog'oz ko'rinishdagi pasportdan elektron ma'lumotlarga asoslangan ID kartaga o'tmoqda. Bu davlat xizmatlarining elektronlashuvi bilan bog'liq. ID karta orqali fuqaro haqidagi ma'lumotlarni bazalarda tezroq tekshirish, xizmatlarni raqamli ko'rsatish, ayrim jarayonlarda inson omilini kamaytirish maqsad qilingan. Bu oddiy fuqaroga nima beradi? Birinchidan, hujjat ixcham. Ikkinchidan, elektron xizmatlarda shaxsni aniqlash osonlashadi. Uchinchidan, ma'lumotlar yagona bazalar bilan bog'langani uchun davlat xizmatlarini olishda qulaylik paydo bo'ladi. Lekin bu jarayonning ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazalarda xato bo'lsa, eski hujjatlarda farq bo'lsa, tug'ilgan sana yoki ismda nomuvofiqlik bo'lsa, bu xatolar yuzaga chiqadi. Shuning uchun men pensionerlarga ID karta olishdan qo'rqmang, lekin hujjatlaringizni tartibga keltiring deyman. Odatda fuqaro o'zi yashaydigan hududdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. Ayrim xizmatlar bo'yicha oldindan navbat olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l borishdan oldin hududingizdagi tartibni telefon orqali yoki rasmiy manbalar orqali aniqlashtirish. O'zingiz bilan amaldagi pasportingizni olib boring. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, bu alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Agar familiya yoki ism o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki FHDYO tomonidan berilgan tegishli hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlarni olib borish lozim. Masalan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, farzandlar hujjatlari, sud qarori yoki arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Davlat boji yoki xizmat to'lov masalasiga alohida to'xtalaman. To'lov miqdori vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men aniq summa aytib, odamlarni chalg'itmoqchi emasman. Eng ishonchli yo'l murojaat qilayotgan idorangizdan yoki rasmiy portal, masalan my.gov.uz hamda tegishli davlat organlari ma'lumotlaridan hozirgi to'lovni tekshirish. Ba'zi toifadagi shaxslar uchun imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin har bir holat alohida tekshiriladi. Pensionerman, demak avtomatik bepul bo'ladi deb o'ylamang. Buni joyida aniqlashtiring. Birinchi xavf pensiya olishdagi uzilish.
Agar pensiya bank kartasiga tushayotgan bo'lsa, hujjat muddati tugaganligi sababli kartani qayta chiqarishda yoki bank ma'lumotlarini yangilashda kechikish bo'lishi mumkin. Pensiya to'xtab qoladi degani emas, lekin uni olish jarayoni cho'zilishi mumkin. Masalan, karta muddati tugaydi. Yangi karta olish uchun bank shaxsni tasdiqlashni so'raydi. Pasport muddati tugagan. Fuqaro avval ID karta oladi, keyin bankka qaytadi. Bu davrda pul hisobda turishi mumkin, lekin qo'lga olish qiyinlashadi. Ikkinchi xavf notarius va meros masalalari. Pensionerlar ko'pincha uy joyini farzandiga hadya qilish, vasiyatnoma yozish. Merosni rasmiylashtirish yoki ishonchnoma berish uchun notariusga boradi. Notariusda shaxsni aniqlash juda qat'iy. Pasport muddati tugagan, rasm mos emas, familiyada farq bor. Hujjat yaroqsiz. Bunday holatda notarial harakat bajarilmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga borishdan oldin hujjatni tekshirtiring. Uchinchi xavf tibbiy va ijtimoiy xizmatlar. Ayrim hollarda poliklinika, shifoxona, sanatoriy yo'llanmasi, nogironlikka oid hujjatlar, ijtimoiy yordam, temir daftar yoki boshqa ro'yxatlardagi xizmatlarda shaxs ma'lumotlari bazadan tekshiriladi. Agar ID yoki pasport ma'lumotlari eski, xato yoki yaroqsiz bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Ayniqsa yoshi katta odam kasal bo'lib qolgan paytda hujjat ortidan yugurish juda qiyin. Shuning uchun sog' paytda tartibga keltirish kerak. 4-xavf bankdagi omonat va kreditlar. Keksalarda omonat bo'lishi. Plastik karta, pensiya kartasi farzandiga ishonchnoma orqali pul yetish masalalari bo'lishi mumkin. Banklar shaxsni aniqlash qoidalariga qat'iy amal qiladi. Agar hujjat eskirgan bo'lsa, bank avval yangilang deyishi mumkin. Bu bank xodimining shaxsiy qarori emas, moliyaviy xavfsizlik talabi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, ID karta olish pasportdagi barcha muammolar avtomatik hal bo'ladi degani emas. Agar bazada tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, masalan hujjatda 1924 yil iniqmay, bazada 1924 yil 21 may tursa, xodim buni oldin aniqlashtiramiz deyishi mumkin. Bunday holatda jarayon bir kunda tugamasligi ehtimoli bor. Shuning uchun barcha eski hujjatlarni, ayniqsa tug'ilganlik guvohnomasi va nikoh hujjatlarini saqlang. Ikkinchi nozik jihat, qariyalar o'zlari bora olmasa nima bo'ladi? Har doim ham taqam yoshli yoki nogironligi bor inson idoraga bemalol bora olmaydi. Bunday holatda hududiy bo'limdan maslahat olish kerak. Amaliyotda ayrim hollarda mas'ul xodimlar joyga chiqish tartiblari yoki alohida yengilliklar bo'lishi mumkin. Lekin bu har bir hudud va holatga qarab belgilanadi. Men bunday oilalarga avval telefon qilib vaziyatni tushuntirishni, tibbiy ma'lumotnomalar yoki nogironlik hujjatlarini tayyorlashni maslahat beraman. 3-nozik jihat, ishonchnoma bilan hamma ish bo'lavermaydi. Farzand men onamning o'rniga borib ID karta olib kelaman deb o'ylashi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat rasmiylashtirishda fuqaroning o'zi ishtirok etishi, biometrik ma'lumotlari, rasmi va imzosi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu jarayonni oddiy hujjat topshirishdek ko'rmang. Agar inson bora olmasa, alohida tartibni so'rash kerak. 4-nozik jihat, eski pasport va ID kartadagi ma'lumotlar bank, soliq, pensiya bazalarida yangilanishi vaqt olishi mumkin. Siz bugun ID karta oldingiz, ertaga barcha bazalarda darhol yangilanadi deb kutmang. Ayrim joylarda ma'lumot avtomatik o'tadi. Ayrim joylarda esa bankka yoki tashkilotga borib yangi hujjat nusxasini ko'rsatish kerak bo'ladi. Yangi ID karta olganingizdan keyin bankka borib mijoz ma'lumotlarini yangilayting. Pensiya bo'limida ham zarur bo'lsa ma'lumotlarni aniqlashtiring. 5-nozik jihat, chet el pasporti bilan ID kartani adashtirmang. Ishki ID karta olgan odam mening pasportim bor deb aeroportga borib qolmasin. Chet elga chiqish rejasi bo'lsa, xorijga chiqish biometrik pasportining amal qilish muddatini tekshirish shart. Ba'zi davlatlar pasport muddati safardan keyin kamida 3 oy yoki 6 oy amal qilishini talab qilishi mumkin. Shuning uchun farzandlar ota-onasiga chipta olishdan oldin hujjatni tekshirish kerak. Birinchi qadam, pasport yoki ID hujjatingizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Sana qayerda yozilganini toping. Agar o'zingiz ko'ra olmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Muddati tugaganmi? Yaqin 6 oy ichida tugaydimi? Rasm aniqmi? Sahifalar butunmi? Barchasini ko'ring. Ikkinchi qadam, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana va tug'ilgan joy ma'lumotlarini boshqa hujjatlar bilan solishtiring. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya hujjatlari, kadastr hujjatlari, bank shartnomalari, meros hujjatlari, hammasi ism bir xil yozilganmi?
Agar farq bo'lsa, uni hozir aniqlashtiring. Bitta harf nima qiladi demang. Bitta harf meros ishini oylar davomida to'xtatib qo'yishi mumkin. 3-qadam, kerakli hujjatlarni papkaga joylang. Men pensionerlarga alohida hujjat papkasi qilishni maslahat beraman. Unda amaldagi pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, pensionerlikka oid ma'lumotlar, nogironlik hujjatlari bo'lsa ular, uy-joy hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari, farzandlar bilan bog'liq zarur nusxalar tartibli tursin. Idoraga borganingizda uyda qolib ketibdi degan muammo qolmaydi. 4-qadam, murojaat joyini aniqlang. Odatda davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi orqali ID karta masalasi hal qilinadi. Hududingizda qaysi tartib qulayligini oldindan aniqlang. Agar onlayn navbat olish imkoni bo'lsa, navbat oling. Bu ayniqsa pensionerlar uchun muhim, chunki uzoq navbatda turish sog'liq uchun og'ir. 5-qadam, to'lovni oldindan aniqlang. Davlat oldindan aniqlang. Agar pensioner yoki nogironligi bor shaxs uchun imtiyoz bor yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, rasmiy joydan so'rang. Hech qachon ko'chadagi test qilib beraman degan odamga pul bermang. Hujjat masalasida faqat rasmiy kassa, bank ilovasi yoki davlat xizmatlari to'lov tizimlaridan foydalaning. 6-qadam. ID karta olgandan keyin ma'lumotlarni yangilang. Bankka boring, yangi hujjatingizni ko'rsating. Agar pensiya kartangiz shu bankda bo'lsa, mijoz ma'lumotlari yangilanganini tekshirtiring. Agar sizda omonat bo'lsa, shartnomalardagi hujjat raqami o'zgargani qayd etilganiga ishonch hosil qiling. Agar notariusga borish rejangiz bo'lsa, avval yangi hujjat bilan barcha ma'lumotlar mosligini tekshirib oling. 7-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatini nazorat qilsin. Men buni alohida aytaman. Ko'p pensionerlar bu masalani tushunmaydi yoki hali vaqt bor deb o'tkazib yuboradi. Farzandlar oyga bir marta pul jo'natishdan tashqari ota-onasining hujjatlarini ham tekshirishi kerak. Pasport muddati, bank karta muddati, telefon raqami kimning nomida, pensiya qaysi bankka tushyapti? Bularning hammasi oilaviy xavfsizlik masalasi. Birinchi vaziyat. 75 yoshli otaxonning pasport muddati tugagan, lekin u buni bilmagan. Pensiyasi kartaga tushib turgan. Bir kuni karta bankomatda qolib ketgan. Bankka bo'lsa pasportingiz muddati tugagan, avval yangilang deyishgan. Otaxon 2 marta idoraga, 1 marta bankka borishga majbur bo'lgan. Agar farzandlari 3 oy oldin pasport muddatini tekshirganda bunday ovora bo'lmas edi. Ikkinchi vaziyat. Onaxon hovlisini qizga hadya qilmoqchi bo'lgan. Kadastrda familiya eski nikohdagi yozuv bilan, pasportda esa boshqa yozuv bilan turgan. Notarius ishni to'xtatgan. Keyin FHD yo'q arxividan ma'lumotnoma olishga to'g'ri kelgan. Bu jarayon bir necha kun emas, ba'zan haftalab cho'zilishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarda bitta harf farqi ham e'tiborsiz qolmasin. 3-vaziyat. Pensioner chet eldagi farzandining oldiga borishni rejalashtiradi. U ID karta oladi va mana endi hujjatim tayyor deydi. Ammo aeroportga yaqin qolganda xorijga chiqish pasporti yo'qligi ma'lum bo'ladi. Chipta sanasi yaqin, pasport rasmiylashtirishga vaqt kerak. Natijada chipta almashtiriladi. Qo'shimcha xarajat chiqadi. Demak, safar uchun ID karta yetarli emasligini oldindan bilish kerak. 4-vaziyat. Taqsibin yoshli insonning rasmi pasportdagi yosh rasmiga umuman o'xshamay qolgan. Bank xodimi shaxsni aniqlashda qiynaladi. Bu insonni xafa qilish uchun emas, balki firibgarlikning oldini olish uchun. Afsuski, keksalar nomidan kredit olish, pul yechish ishonchnoma bilan noqonuniy ish qilish holatlari uchrab turadi. Shuning uchun yangi ID karta keksaning o'zini ham himoya qiladi. Hujjat almashtirish mavzusida firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Men IBda tanishim bor, ilk kunda qilib beraman, navbatsiz o'tkazaman. Pensionerlarga alohida pul kerak degan gaplarga ishonmang. Davlat xizmatlari rasmiy tartibda ko'rsatiladi. To'lov bo'lsa rasmiy kvitansiya bo'ladi. Kimdir qo'lingizdan eski pasportingizni olib, men hal qilib kelaman desa, juda ehtiyot bo'ling. Shaxsiy hujjatni begona odamga bermang. Pasport va ID karta bu sizning mol-mulkingiz, pensiyangiz, bank hisobingiz, uyingiz va huquqlaringiz kaliti. Agar hujjatingiz yo'qolgan bo'lsa, darhol rasmiy organga murojaat qiling. Balki topilib qolar deb haftalab kutish xavfli. Yo'qolgan hujjatdan yomon niyatli odamlar foydalanishi mumkin. Banklarga ham ehtiyot chorasi sifatida xabar berish kerak bo'ladigan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ayniqsa hujjat bilan birga bank karta yoki telefon yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Yana bir muhim masala telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod orqali tasdiqlanadi. Pensionerning
banki pensiyasi, mayto'kabuz yoki boshqa xizmatlarga bog'langan telefon raqami o'zining nomidami yoki farzandining nomidami? Ishlayaptimi, yo'qmi? Buni ham tekshiring. ID kartı olgandan keyin ayrim elektron xizmatlardan foydalanish uchun telefon raqami kerak bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, asosiy xulosa shuki, pensionerlar ID kartidan qo'rqmasligi kerak. Lekin pasport muddati, hujjatning holati, ism, familiya va tug'ilgan sana mosligi albatta tekshirilishi kerak. Muddati tugagan, yaroqsiz bo'lgan yoki ma'lumotida xato bor pasport bilan bankda, pensiyada, notariusda, tibbiy va ijtimoiy xizmatlarda qiyinchilik chiqishi mumkin. Yangi rasmiylashtirishda ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta beriladi. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish pasporti kerakligini unutmang. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning, bobongizning, buvingizning hujjatini tekshiring. Muddati qachon tugaydi, rasm aniqmi? Ism, familiyada xato yo'qmi? Bank kartasi va pensiya ma'lumotlari joyidami? Bularni ko'rib chiqing. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan tayyorlanish ancha oson. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Pasportingiz muddati qachon tugaydi? ID karta olganmisiz? Olish jarayonida qanday muammoga duch keldingiz? Tajribangiz boshqa pensionerlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.